Assalomu alaykum hurmatli qadrdonlar. Xudo xolasa bugun 21-mart juma ayom barchamizga muborak bo'lsin. Xudo xolasa bugun roppa-rosa 79-yutuqni birgalikda aniqlab olamiz. Xudo xolasa mart oyida demak biz 4 ta chopperni, maishiy texnikani demak o'yinga qo'yganmiz. Bundan tashqari Qurbon hayitiga demak to'g'irlab bitta smart televizorni yana o'yinga qo'ydik. O'yin tartibi 500 ming va undan yuqori xarid qilingan har bir mijozning telefon raqamini alohida qutiga joylab boryapmiz va Qurbon hayiti kuni xudo xolasa bitta baxtli raqamga bitta smart televizorni, ya'ni 5-smart televizorni taqdim qilamiz xudo xolasa. Demak, bugungi o'yinimizni tartibi esa o'sha demak 200 ming va undan yuqori xarid qilingan har bir mijozning telefon raqamini bir hafta mobaynida to'plab kelamiz va jumadan jumagacha demak juma kunlari bitta baxtli raqamga bitta o'sha maishiy texnikani taqdim qilamiz xudo xolasa. Demak, hammaga omad. Bugungi 79-yutuq egasini birgalikda aniqlab olamiz. Bitta baxtli raqam xudo xolasa 79-baxtli raqamimiz 91lik 651 57 63 raqami. 91lik 651 57 63 Bekzod, Rossiya. Hurmatli jamoadagilar, yaqinda bizdan o'sha adashmasam 350 ming so'mlik aksiyadagi bagimani o'sha Rossiyadan turib sotib olgan Bekzodjon bo'ladi. Xudo xolasa demak Bekzodjonni bugungi yutuq bilan tabriklab qolamiz. Keyingi hafta mana shu joyda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.